23 sentyabr məni həyatıma altın hərflə bilən bitilgan gün. Bilsəizlər so'raydilar, eng baxtlı gününüz qachon hayotingizda bo'lgan gün? Məni həyatımdakı eng baxtlı günüm farzandimni dunyoga akkayan günüm. Adamdan adam yaralışı bir mo'jiza. Farzandim men uchun bir katta mo'jiza. Allohimning menga bergan eng buyuk ne'mati. Muradim, ilk muradim. Jannatdan parcham, jannat islim. Yurakim, pahlavonim, mehribonim, suyanganim, o'zimni aqlli balam. Seni dim yaxshi ko'raman. Seni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Sen gelding, hayotima nur geldi, safo geldi. Gözlerime nur geldi, kalbime huzur geldi. Aileme bereke geldi. Seni dim yaxshi ko'raman. Hozir yashasan uchun miydi? Lekin bilaman, ulli bo'lganında, katta bo'lganında videosini ko'radi. Apama rahmat va meni shu balamni ulg'ayishida, shuning chiroyli o'sishida, toza, sof, beg'ubor, qorni to'q, vaqt xush, bir sokin, spokойный bola bo'lishida menga yordam bergan inson meni xalam, Muhayya xalam. Sizə rahmet. Apama rahmet, xalalarıma rahmet. Ben bir özüm gelmese de kolumdan doğrusam. Balamni ulg'ayishida yanımda durganlarınız üçün rahmet.